Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Uchrashuv yakunlandi. Ispaniya Ligasi 21-tur. Barselona Real Oviedo 3-0 Barselona ikkinchi taymdagi yutdi. Gollarni Olmolikka 2 daqiqada golni urgan bo'lsa, Rafina 2 daqiqada gol urdi akalar. 73-daqiqada Yamal urdi. Kanalimizdan uzoqlashmang. Hamma yangiliklarni biz berib boramiz. Albatta like, obuna bosib esdan chiqarmadi. Kanalimiz yangi. Obuna bo'lsa xursand bo'lamiz. Futbol haqida eng so'nggi yangiliklarni bizning kanalimizda kuzatishingiz mumkin. Rahmat hammaga.